Florensiya qishloqlariga borib yashaganlarga 360 million va xarajatlarga $6000 beriladi. Gap shundaki, Italiyaning Florensiya taraflarida go'zal Siena tepaliklarida aholi kamayib qolgan. Chet ellik yoki mahalliy fuqaro u yerga borib yashashi uchun 363 million so'm, ya'ni 20 ming yevro, uy va yo'l xarajatlariga yana 6000 yevro berishmoqchi. Hech tasavvur qilganmisiz, chet elning eng xushmanzara tabiati qo'ynida retro uslubdagi italyan mahallangiz va kulbachangiz bo'lishini? Florensiyadan 1 soatlik yo'l, janubda Siena qishlog'ida odamlar ko'payishi uchun ijarachilar yoki yashovchilar qidirilyapti. Bunday ijarachi 4 yil uy sotib olgan kishi 10 yil shu yerda yashab berishi kerak. Bunday ijarachiga 2 yil davomida 50% ijara puli to'lab beriladi. Uy sotib olganga esa 20 ming yevro va kundalik xarajatlar uchun 6 ming yevro qo'shimcha beriladi. Bu taklif 2026-yil boshigacha amal qiladi. Ammo aytilishicha, bu yerlarda yana 1 yevrolik uylar ham topiladi. Shoshiling, agar bu yerdan uy sotib olishga jiddiy qiziqib qolgan bo'lsangiz, bu taklif yangi yilgacha amal qiladi.